Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Keyingi zakazlarimiz bilan 4 dona rom dabullari bilan Oltinko'l tumaniga olib keldik. Akamiz chiroqni yusolgan ekan, mana endi ichkarilarni hozir ko'rsatamiz. Tashqarida achva qilib olgan ekan. Biz ichkariga MDF'larni olib kelib o'rnatib bo'ldik. Inshaalloh xudo xolasa mana ko'rib turishingiz mumkin. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Shu romlarimiz high-tech fasonda. Akamiz shuni tanlovdi. Shuni qilib berdik. İçkari dabullari bilan bo'ldi hammasi. Mana romlarimiz, mana eshiklarimiz xudo xolasa. Bu beliga eshik qisib qolmasligi, peminni qisib qolmasligi uchun biz beliga yog'och qo'yib qo'yganmiz. Zazor o'zini holatida qoladi. Mana juda ham chiroyli chiqdi. Dabullar bilan yaxshi bo'ldi xudo xolasa. Ochilib yopilishlari ham, zamonlar ochilmasa, zamonlarda ham juda ham yaxshi baquvvatlardan qo'yganmiz. Mana kalitlarni ham 5 tadan yaxshi. Dabullarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana ichki tarafi dabullari. Qadag'onga ham o'zidan qilib berdik. Mana bemalol ochilib yopilishlari ham o'rtada bitta qanot ochilib yopiladi. Eshigimiz ham xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustunovkasi ichida bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Juda ham chiroyli chiqdi. Yoqqan bo'lsa bitta like podpiska bosib qo'yamiz, kanalimiz keyinroq tarqalishi uchun. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bemalol telefon raqamlarimizni pastda yozib qoldiramiz, aloqaga chiqa olasizlar. Rahmat, salomat bo'linglar.